Subhanalloh, bu seni onang. Tirikchiliging, dunyoing, oilang, onang norozi bo'lib o'tib ketadigan bo'lsa, senga qancha bir xayriyati, qancha foydasi bor. Allohning roziligi ota-onaning roziligida. Allohning g'azabi ota-onaning g'azabida. Hozir aytib o'tganimizda kishi tinmasdan ibodat qilishi mumkin. Kechalari uxlamay namoz o'qiydi, Qur'on yodlagan, nafl ro'zalar tutadi, haj qilgan, umra qilgan, ammo ota-onasini norozi qilgan bo'lsa, bu amallari habada bo'lib ketadi. Birodarlar, onasini, otasini duosini olib qolganlar hech qachon hayotda kam bo'lmagan va kam bo'lmaydi. Va ota-onasini norozi qilib qolib ketganlar hech qachon 1-2 bo'lmaydi. Xotirjam bo'linglar. Bugun zo'rdir. Bugun ishlar yaxshi bo'layotgandir. Bugun tani sog'dir, bugun hurmati joyidadir. Ammo oq bo'ldimi? Qarab turing. Chunki aytdik, gunohlar bor, oxiratga qoladi faqat jazosi. Gunohlar bor, dunyoda ham o'zida oladi. Shundan bittasi ota-onasiga oq bo'lishlik.